Rasululloh aytdilarki, Allohning bandalarning ustida haqqi bor dedi. Va bandalarning ham Allohning ustida haqqi bor dedi. Sahobalar so'rashdi: "Ya Rasululloh, bandalarning Allohning ustida qanday haqqi bor? Allohning bandalarning ustida qanday haqqi bor?" deyishganda Rasululloh aytdilarki, Allohning haqqi bandalar ular Allohga shirk keltirmasdan ibodat qilib yashashlaridir. Bu Allohning haqqi. Kimki ibodat qilmayotgan bo'lsa, Allohning haqqini bermayapti. Qiyomatda Alloh haqqini so'raydi albatta. Kimki Allohga shirk keltirayotgan bo'lsa, riyo aralashtirib amallarga, Allohga bandalarni teng qilayotgan bo'lsa, dunyo hayotini munofiqona o'tkazayotgan bo'lsa, Allohning haqqini bermayapti. Demak, banda Allohga shirk keltirmay ibodat bilan yashasa, Allohning haqqini bergan bo'ladi. Rasululloh davom ettirgan gaplarida. Agar banda Allohning haqqini bersa, bandaning haqqi shuki, Alloh bandasi unga ibodat qilgandan keyin bandasini azoblamasligidir dedilar.